tashqi o'xshatish, inson tashqarisida, kiyinishida, qiyofasida o'zini boshqalarga o'xshatish, bu botinda ham o'xshashlikka olib boradi, sabab bo'ladi. Borib botinda ham ularga o'zini o'xshatishlikka, e'tiqodlarida ham, o'ylashlarida ham, fikrlashlarida ham o'zini shularga o'xshatishga sabab bo'ladi deyshadi ulamolar. Shayx al-Islom rahimahulloh Iqtido siroti mustaqim kitobida aytadi: "Fal-mushabahatu wal-mushakalatu fil umuri al-zahira tujibu mushabahatan wa mushakalatan fil umuri al-batina ala wajhi al-musaraqati wa at-tadrij al-khafiyat." Ya'ni zohirda inson o'zini o'xshatish, botinda ham asta-sekinlik bilan o'zini o'xshatishlikka sabab bo'ladi. Biz shunday yahud nasoralarni ko'rdik, ya'ni musulmonlarning ichida yashagan yahud nasoralarni ko'rdik. Ularning kufri boshqa yahud nasoralardan ko'ra yengilroq deydi. Chunki musulmonlar ichida yashaganligi uchun va musulmonlarning ta'siri bor, boshqa kofirlar, ya'ni musulmonlar orasida yashamagan kofirlardan farqi bo'ladi deydi. Chunki shularning ta'siri bo'ladi deydi. Xuddi shunday musulmonlarni ko'rdik, yahud nasoralarning ichida yashaydi. Ularning iymoni ular bilan birga bo'lmagan musulmonlar bilan bir xil emas, ancha iymoni sust yoki zaif ekanligini ko'rdik deydi. Chunki ular yahud nasoralarning ichida yashaganligi uchun ularning ta'siri bo'lmay iloji yo'q deydi. Demak, bu zohirda o'zini o'xshatish, borib botinda ham ularga o'zini o'xshatishga sabab bo'ladi deydi. Masalan, siz O'zbekistondan bo'lib deylik, masalan, shu O'zbekistonning o'zini milliy kiyimi, boshqa choponlarni kiyib, do'ppilarni masalan kiyib yurgan bo'lsangiz, lekin o'zingiz boshqa yurtda bo'lsangiz, xuddi o'zingizga o'xshagan bir do'ppi chopon kiyib olgan odam ko'rsangiz, o'z-o'zidan bir moyillik paydo bo'ladimi? Anov qara deydi. Birdaniga qalbda moyillik paydo bo'ladi-da. Xuddi shunday, ya'ni zohirdagi tashqi ko'rinishdagi o'xshashlik borib botinda ham o'shalarga moyillikni taqozo qiladi. Borib o'shalarni do'st tutib, o'shalar bilan birga bo'lib ketishga sabab bo'ladi. Shuning uchun shariatimiz buni zohirda bo'lsa ham o'zingni kofirlarga o'xshatma deydi.